Sohibjon Boboyev. Birinchi variant 16 masala. Mol nisbati 1 ga 1 bo'lgan muz sulfat N kristalli gidrati va muz sulfat M kristalli gidrati tarkibida 41 tarkibli 41 gram aralashma 100 gram 41,6% bariy xlorid eritmasiga qo'shilganda 94,4 gram eritma olindi. N plus M qiymatini aniqlang. Demak, mol nisbati 1 ga 1 bo'lgan muz sulfat bilan ikkita muz sulfat eritmasiga plus qo'shilyapti bariy xlorid. Demak, bariy sulfat cho'kmaga tushadi va mis xlorid hosil bo'ladi. Mis 2 xlorid. Hop, reaksiya teng. Buni bizga massasi berilganida 100 gram. Demak 41,6 taqsim 100. 100 bilan 100 qisqaradigan bo'lsa, demak buni massasi 41,6 gram degani. Bariy xloridning 1 molning massasi 208 gram hisoblanadi. 137 ga 71 qo'shadigan bo'lsam 208 bo'ladi. Demak, molni topib olish uchun 208 ga bo'ladigan bo'lsam 41,6 ni bu 0,2 mol. 0,2 mol chiqadi, ya'ni 2 barobar ko'rinib turibdi. 0,2 mol reaksiyaga kirishadigan bo'lsa, demak bundan ham 0,2 mol reaksiyaga kirishgan. Va mana bu joyda 0,2 mol hosil bo'lgan. Demak, 1 ga 1 mol nisbat deganda shuni bilsak bo'ladiki, ikkalasi ham 0,1 moldan bo'lgan mis sulfatlarni. Ya'ni mis SO4 ko'paytirilgan N molekula suvda 0,1 mol bundan bo'lgan va mis SO4 ko'paytirilgan M molekula suvda ham 0,1 mol mis bo'lgan. Demak, aralashmani massasi bor edi bizga, ikkalasi 41 gram edi. 41 gram. Demak, 41 dan ikkalasi mis sulfatlarida moli 0,2 bo'lyapti-ku. Demak, 0,2 ni ko'paytira olsam bo'ladi 160 ga. 16 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam 32 gram bo'ladi. Menda aralashma 41 gram edi. 41 dan ayirib tashlasam 32 ni. Demak, 30 dan ayirganimda 18 qoladi. Qolar edi. 11 dan 2 ni ayiradigan bo'lsam 9, ya'ni 9 gram bo'ladi. 9 gram bu suvda, ikkita suvning massasi demak 9 ekan. 9 gram. Buni demak molga aylantiradigan bo'lsam 0,5 mol. 0,5 mol mana bu ikkala suvning massasi demak. Moli demak 0,1 bo'layotgan vaqtda 0,5 suv bo'layotgan bo'lsa 1 bo'layotgan vaqtda qancha bo'ladi deb topadigan bo'lsam, demak 5 bo'ladi. Yani moli buni mana bu 94 suvdan aylantirib kelmas ekan bo'ladi. Ya'ni bizga N bilan M ning massasi ikkalasi bo'lib 5. Ikkalasini topishimiz kerak edi. Shuni topib qo'ysak bo'ladiki 0,5. To'g'ri javob B.